mehmonga borib, mashinday qilib o'tirmasdan, mezbonni taklifisiz shart o'rningizdan turib, voy mana eshik kimni xonasi? Kim yashaydi bu yerda? Kim uxlaydi? Voy mana xonalarda nima bor? degan qilalar qilsangiz, farosatingiz ishlamaydi. Ashi mezbon choy olib kelay deb o'rnidan turib ketyapsa, voy to'xtang deb jikkillab ergashib olib, oshxonasigacha kirib, sizni birov taklif qilmayapti. Xotirjam bo'lib choyingizni kutib ichib o'tiravering, mehmon kelgansiz. Shunday to'g'ri rakminasiga borasiz, idishlar yuvilib, to'ntarilib turgan bo'ladi, suv oqsin deb, qo'lingizni shunday tiqasda, mana chachratib, yuvib turib, to'g'ri kelgan chachini bunday olib, hali chachiqqa bet artilganmi, ket artilganmi sizga p olasida qo'lingizni artasiz. Oshxonalar ham katta ekan, yoki qanaqadir nimadir deysizda, yana kirib o'tirasiz. Siz beparosatsiz. Yana bunday o'tib ketib, voy mana xolodilnik uylar boshqacha ekan, qani nima bor deb ochib ko'rsangiz, farosatingiz ishlamaydi. Yana borgan uyingiz xuddi buvingizni eri olib bergandek, "Ammo polasiylarchi mashikka bo'lmabdi. Mayerilarga boshqa parda ilinglar. Qilgan aboyinglar bilan romiylar bir-biriga tushmabdi. Romiylarni almashtirib yuboringlar" deysiz-u, ashunda ham beparosatsiz. Rasta o'zingizni taniyatdingizmi? Ana men aytayapti deyatdingizmi? Endi keyingi videolarda kuting. Farosati borlar yana nimalar qolib ketdi yozinglar. Ikkinchi videosini ham chiqaramiz. Bir mashhur